قال عليه الصلاة والسلام: ما كرهت أن يراه الناس منك فلا تفعله بنفسك إذا خلوت. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdi: agar da sen biror narsa ishlaysan ekan, ham seni bu vaqtda kishilar ko'ruvini tilamaysan ekan, o'zinggina qolganda bu amalni ishlama. O'zinggina qolganda bu amalni ishlama. Biz shulay menga o'xshagan bir hadis o'qidik, xatirlaysizmi? Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam aytdi: agar sen nindidir amal ishlagandan so'ng bu amalni kishilar biluvini tilamasang, demak bu gunoh dedik. Demak bu gunoh dedik. Ham shulay bu hadisda menga o'xshagan, agar sen nindidir amalni ishlaganda mana kishilar ko'ruvini tilamaysan ekan, o'zinggina qolg'achda endi bu amalni ishlama. O'zinggina qolg'achda bu amalni ishlama. Sen kishilar ko'ruvidan uyalasan. Sen tilamaysan bu amalni kishilar ko'ruvin. Uyaluda haqliroq kishilardan kim? Allah. Allah eng birinchi kimdan uyalirga kerak? Eng birinchi. Shunga ko'ra sen o'zinggina qolganda bil. Sen o'zinggina tugul. Seni hozir ko'rib tura kim? Allah. Allah.